Qizim, nimasi bu? Kimsan James Jackning qizi kollejga shunday kiyinib borsa-ya? Birinchi kundan hamma menga boyligim uchun xushomad qilishini istamayman. Bu nimasi? Velosipedda ketmoqchimisan? Kollej ancha uzoq. Qo'riqchilar o'zlari eltib qo'yadi, nima qilasan o'zingni qiynab? Yo'q, dadajon. Boshqalardan ajralib turishni xohlamayman. Keyin menga hamma soxta munosabatda bo'ladi. Seni oldin ko'rmagan ekanman. Yangi kelgansan shekilli. Bu kollejda xohlagan ishimni qilaman deb xomtama bo'lma. Xo'y, uni qara. Mashhur biznesmen James Jackni qizi keladi deyishgandi. Bu o'sha shekilli. Qara, yur gaplashamiz. Siz James Jackning qizimisiz? Bizni kollejga kelishingizni eshitganimizdan beri intizorlik bilan kutamiz. Tanishinglar, bu yangi o'quvchimiz. U shaharchamizga yaqinda ko'chib kelgan katta tadbirkor James Jackning qizi. Nimasi kulguli? O'rningni bilib o'tir, oyoq yalang. Sen ham yangi kelgansan, nega seni tanishtirishmadi, hayronman. Darsda rosa asabimni buzding. O'zingni kim deb o'ylayapsan, oyimcha? Usti boshingni qara, odamni ko'ngli ozay deydi. Qara, anavi seni oilangni avloddan avlodga o'tib kelayotgan olmos ko'zli taqinchog'i-ku. Sendan o'g'irlab olibdimi? Bu o'zimniki, buvim sovg'a qilgan. Hech kimdan o'g'irlaganim yo'q. Bu yoqqa cho's. Hali senmi meni buyumlarimga tegadigan? Qaytar, u meniki. Buvim sovg'a qilgan. Qilgan ishing uchun hali afsuslanasan.